to'g'ri sotuvli korobka qo'limiz sotuvga chiqqan. Lokatsiyamiz kelgan bo'lsa, lokatsiyamizni Qibray tumaniga kelganmiz. Rayhon ko'chasi, orientir beradigan bo'lsam, orientirimizni Qorimir postdan 2 kilometr o'tganda mana shu xonadon sotuvga chiqqan. Aytib o'tganim umumiy yer maydoni to'g'ri sotuvdan iborat mahallani krossli, keng katta, tekis asfalt qilingan, suv, gaz svetlardan muammosi yo'q. Bitta xonadonimizga chekir arzonni qilib beramiz. Video davomida narxini aytamiz. Xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Kirib kelish darvozxonamizdan krossli, keng katta qilingan, tepalar navisi, tunki pollari 100% qilingan. Oldi tarafida o'zining yuvinish xonasi, bu asosiy binomiz bo'pti. Asosiy binomizdan qaraydi. Bu tarafda o'zining alohida oshxonasi, asosiy binoga kirib kelar ekanmiz. Kirib kelishimiz prixojamizdan krossli, keng kattalikda o'zining hol qilingan. Chap tarafimizda birinchi qavatdagi xonamiz o'zining mehmonxonasi. Mehmonxona qaraylik, keng kattalikda qilingan. Bu tarafda ota-onalar uchun yotoqxona. Ko'rayotganlarda uni oldida esa o'z bolalar uchun yotoqxonamiz. Bu tarafda xolasilik mehmonxona, xolasilik katta yana ota-ona uchun yotoqxona qo'ysanglar ham bo'ladi. Agar xolasilik o'rtasidan bo'lib, o'rtadan eshik ochib yuborsanglar ham bo'ladi, chunki mehmonxonadan katta qilingan ekan. Bu tarafda aytib o'tgan oshxonasi, uy ichidan kirsa ham bo'ladi. Xolani bitta tushuntirib beramiz qaranglar. Xolimizga kirganimizda o'rtali yashil hududga ega, etek tarafida o'zining naviksiyalari qilingan, naviksiyadan ko'rasizlar. Tunki po'llar 100% qilingan, aytib o'tganimda bu tarafdan yer to'lovchilar, yer to'lamiz birinchi ko'rayotgan mehmonxonamizdan tegi qilingan. Uyimizni ko'rdinglar, yoqqan sutlar bosib qo'yasizlar, ozgina bardakligiga ozgina ahamiyat bermaysizlar. Uyimizning narxini 120 ming dollar bilan baholashyapti. Yana o'tirgan joylari ham bor ekan. Suv, gaz, svetlardan muammosi yo'q. Pastdan munosib qilamiz, bemalol qiziqqanlar telefon qilsanglar bo'ladi.